Qizlar 300 minglik futbolkalar, 300 ming, 300 mingdan, 300 mingdan long slivlar, rubashkalar 400 mingdan. Rubashkalar bir-biridan chiroyli rubashkalar 400 mingdan. O'zini puli ham emas qizlar. Voy, men hamma joyda tugab ketgan, sizlarda bor ekan. O'zi bitta qolgan. Haqiqiy sifatni his qilishni eng ayni vaqti, basic haqiqatda sizlar uchun mehr bilan ishlashingizni o'shanda sezasiz. Ishlab chiqarish narxi ham emas, qizlar, mana bitta narsani aytay. Ishlab chiqarish o'zi O'zbekistonda bunaqa sifatda ishlab chiqarish ancha qimmatga tushadi. Yaxshi tikuvchilar topish, sexni ushlash, uni arendasi, uni svet, uni chiroq, materiallar, mana bu vishkalar hammasi ba'zida aytamanda, lutchi o'zimizda ishlab chiqarmay Xitoydan olib kelib, Turkiyadan olib kelsakmikan deb, lekin buni rivojlantirishimiz kerak va bunaqa qiyinchiliklar bo'ladi. Inshaalloh bu bizning basic brendimiz bundan o'tib oladi. O'shaning uchun bilasizlarmi, bu bizning mahsulotimizni olishingiz yuzlab tikuvchi ayollarimizni rizqini berishga sababchi bo'lasizda, ya'ni qo'llab-quvvatlaysizlar. O'zimizni tikuvchi ayollarni qo'llab-quvvatlaysizlar. Xitoynikini emas. Va men sizlardan juda ham iltimos qilgan bo'lardim, o'zbek ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashlaringizni, chunki yildan-yilga ishlab chiqarishni O'zbekistonda qilish juda ham qimmatlashib ketyapti. O'shaning uchun biz hozir mana skidka qildik, sifatni ko'ring, Xitoyni molini ham oling, ko'ringda, keyin fikr bildiring. Biz qanchalik materialdan tortib chopgacha butun mehrimiz bilan sizga libosni yetkazib berayotganmiz.